Dostlar, biz hozir Qirg'iziston O'sh shahri, ya'ni Qurmonjon Datka ko'chasiga joylashgan Detskiy Mir Umar atındagi magazinga keldik do'stlar. Bizda ya'ni bolalar dunyosi, ya'ni yosh bolalarga tegishli bo'lgan o'shunday hamma yo'g'imiz bor ekan. Bu do'konimizga kelsanglar manaqa sayohat do'koni, ya'ni kelsanglar chiqqinglar kelmay qoladi yosh bolalarimizga, bolajonlarimizga tegishli bo'lgan shunday tovarlarni Detskiy tovarlar dunyosi do'stlar. Ya'ni yaxshi niyatda farzand kutayotgan aka-uka opa-singillarimizga mana bunday kolyaskalarimizni turlari biz misol yoshligimiz yo ilashgan yo ilashmagan hozir mon qaranglar o'ta zamonaviy bo'lib ketdi. Bular hozir kачестволик yangi zamonbop shunday kolyaskalarni yengila kelib tanlab olsangizlar bo'ladi do'stlar. Bu yerda modellari o'ta ko'p ekan. Cho'ngi kishnasi do'stlar. Ya'ni ko'rsating, kelavering do'stim. Mana o'tganda sizlarga aytdim-ku, tug'ilib bilan boyvachcha bo'lib qolgan boyvachcha jijilarimizga do'stlar mana bunday o'yinchoq mashinalar, elektriskiy unoqlarni do'stlar o'ta sonundari. Bularga ama aksiya bor do'stlar. Bu aksiya borda sotamiz, ya'ni 10, 15, 25% gacha do'stlar arzon-datu bor. Buni reallikda qanday bo'lsa, o'yinchilar ham shunday ekan do'stlar. Lexuslar boshqa, xulos bulardan ham yengina kelib tanlab olsangizlar bo'ladi. Mana yosh bolalarga shunday o'tirish joylari do'stlar. Bu yerda xatunkalar do'stlar turlari, bular ham o'ta zamonaviy, yangi modelda o'ta sonlar do'stlar. Biz hozir bizda dona xizmati bor. Biro do'stlar Optum yerine keldik. Ya'ni dona jana Optum xizmati bizdan savdo qila turgan magazindagi akalar kelib yengila olsa bo'la turgan birinchi qo'l jana o'shunday Optum jer ekan do'stlar. Arzon boda. Endi mana bu rosa hit bo'layotgan bunday beshikdagi birdek zamonboplar ekan do'stlar. Mana ko'ringlarchi hit bo'layotgan o'shunday bolalar, hozirgi bolalarga do'stlar mazza o'ta soni bu yerda o'shunday velosipedlarda ham o'shunday qiz bolalarga, jana o'l bolalarga do'stlar zo'r. Mana kolyaska ham o'yinchiq ham do'stlar. Belakka qo'yilgan velosipedlar o'shular mana qorasi, agar qiz bola yutib qolsa, qiz bola do'stlar shu 3 kunning ichida o'yinni jiyintig'ini chiqaramiz. Kim kommentariyasi eng ko'p like jinasa do'stlar shu veliklarda Detskiy magazin, ya'ni Umarga kelib yengila bekarga olib ketsangizlar bo'ladi do'stlar. Alla bolam deganda oldingi onalarimizga rahmat akalar. Hozirgi onalarchi qaranglar, bitta knopka bosib qo'ysa bo'ldi. Uni ham bosmaydi, jiji o'zi bosib oladi. Elektriskiy mana bunday mohanchaliklarimiz ham ko'rmaysizlarmi? Zamon bor, o'ta o'nib ketdi do'stlar. Elektriskiy beshiklarimiz ham yengila kelib olsangizlar bo'ladi. Bu yerda Detskiy bo'lsa, bu yoqda podroskoviy shunday sal cho'ngroq bo'layotgan o'shunday bolalarga ham veliklarimizda do'stlar mana turlari bor ekan, yengila kelib olsangizlar bo'ladi. Mana yosh cho'ng bolalarga vzrosli veliklari do'stlar jangi Xitoydagi o'ta sonundari. Bular boshqa modellari ham o'ta ko'p, yengila bulardan ham tanlab olsangizlar bo'ladi do'stlar. Mana bizni ko'rib turgan yosh bola jijilar ukalarimiz bo'lsa, mana mash tomonga o'ting deb rosa kutib turdi. Mana bu yerda endi o'yinchilar, ya'ni igrushkalarni o'ta zo'rlari. Mashina desang, hatto bu yerda menga tegishli menbop o'yinchoq bor ekan. Ishonmaysizlarmi? Mana. Buni qarang. Jiguli mana bunday ko'rasiz, mashinalarimizni o'ta realniga o'xshagan shunaqa o'yinchoqlarimizni turlari bor ekan. Bu yerda o'g'il bolalarga, qiz bolalarga, xullas nima bo'lish kerak bo'lsa hamma yo'q bor. Mo'yam qolinglar, elektriskiy ekan, o'zi zing'illatib, bu menimcha alla ham aytib qo'ysa kerak yo'q. Do'stlar, biz dem avaymiz do'stlar. Biz bu xatni ishlaymiz, ertamanga o'sha bir 10:30 dan boshlab do'stlar, kechga hozirgi o'sha shomgacha do'stlar, biz bu xatni ishlaymiz. Bizda mana shu Jet Oblastga polni Qirg'iziston bo'yi dastavka xizmati bor do'stlar. Hozir shoshilmay tursangizlar, dastavka berish uchun so'rovlar bo'lsa, esm nomerlarini aytam dag'in, hozir sirtqa chiqib, polni adresini tushuntirib qo'yam do'stlar. Bu yerda elektriskiy shunday beshiklarimiz turlari bor ekan. Bu yerda motosiklari ham do'stlar. Uy, o'ta eshitdingizmi? Bu zavod qo'yadi, mana samokatlarimiz ham xudo xolasa zo'r, mana qizlarimizga xullas kalom hamma yo'q bor. Bizning daragimiz Qirg'iziston O'sh shahri Jangi avtobeket, ya'ni Do'stlik Kurgovoydan Anjan ko'cha, ya'ni Qurmonjon Datka ko'chasiga kirib, kechna bosqaningizda so'l joqda Doktor Islom atındagi klinikani bilasizlar do'stlar. Bu jog'i afsonaviy o'sha Yasin kafesiga jetmay, o'sha Doktor Islomga naprotiv joylashgan. Bu yerda Men Shop atındagi erkaklar kiyim do'konining podvalida joylashgan do'stlar. Ko'ringlar, Detskiy Mir Umarda baringlar kutib qolamiz do'stlar. Dastavka nomerlar shu yerdan ko'rsatib qo'ying-da. 0555 01
11 68 do'stlar. O'sha nomerlarga qarilib, o'sha TikTok jana Instagram akkauntlarga so'zsiz do'stlar qatnashib ketgilar. Bundan keyin bo'la turgan жаңылыктарды o'sha akkaunt orqali kuzatib borasizlar do'stlar. Baringlarni magazinda kutib qolamiz. Alsat kechi kanalimiz eldin jana sizning xizmatingizda.